Abbas aka, padişah rastlı qazını 50 tane vurdum ha? Ha, bu qitim padişahning rastlı ochiq keldi. Ehtiyot qiling. Bu qazi odati puhralarga bakmi yavuz edi. Uni bir adablab yaxshi qildi. Padişahning buyrug'i Abbas kelsin, Nasriddin saqlab tursin. Ketishga bo'lmaydi. Nasriddin, saqlab turing. Men kirib chiqay. Shohim, Nasriddin keldi. O'rda oldida saqlab o'tirdi. O yerda bir oqshom saqlasin. Atatiga deyishayli. Shohim, Nasriddin to'nglab qoladi. Nasriddin bak aqlli emasmi? O cho'qim amal topa oladi. Qulluq. Ajab sovuq ekan. To'nab ketdimi? Bundaq sovuqni qanday qilaman? Nasriddin. Abbas aka. Nasriddin. Ozroq bir nima yeb olam. Havo pek sovuq ekan. Abbas aka, padişah meni qasdan kirgizmay, bu yerda to'nglasin debdi, shundaqmi? Shundoq. Biroq qaraganda siz uchun hech gap emas taqiladi. Nasriddin, men qaytay. Boshqalar ko'rib qolsa chatoq bo'ladi. O'zingizga diqqat qiling. Menga sovuq etmaydi. Hürmetli alileri, men allaburun özlerini bir kez sakladım. Nasriddin, senden so'rab baqay. Sen nemishqa seliq yig'ishni qalay maqalashtirib etsan? Alileri, bu yil qurg'oqchilik bo'ldi. Agar oldingi yildagidek ochliq topshirishni belgilasak, undaqda atiyazda terilgan urug'ma qolmaydi. Men bu yilgi qurg'oqchilikning bundoq egri bo'lganligini o'ylamabdiman. Men ochliq yig'ish masalasini o'ylashib baqay. Alilerga ko'p rahmat. Padişahimizdan nadir. Lekin sen seliq yig'ishni qalay maqalashtirganliging uchun cho'qim jazoga tortilishing kerak. Bu qasamga o'ramla? Yo'q, qasanga urmaymiz. Uyingdagilar qo'sh seliq topshirishi kerak. Birodar, men sizning ochlig'ingizni oson bo'lmaydi. Sizmi orolli kuni o'tkazyapsiz? Sadriddin aka, e'lon. Bu ochliqlarmi Nasriddinning ko'pchilikka etmagan ochlig'i. Sadriddin, asla hamisha bir oila kishilarni qiynasoq bo'lmaydi. Nasriddin, mana ochliq keldim, ana. Dadang verdimi? Ambardan aldım. Baribir bizning o'yning ochlig'i jiq tursa. Sizlar buncha bola ko'p ochliqni ep kelibsizlar. Undaqda sizlar qanday qilasizlar? Buğday, bir damla 2 damga, 2 damla 4 damga, bir xaltani 4 xaltaga aylantirg'ili bo'lgan bo'lsa, ajab yaxshi bo'ladi. Birisi 2 bo'lsa, ikkisi 4 bo'lsa. Men amal topdim. Nasriddin, uydagi ochliqlarning hammasini topshirding? Shundaq alileri, ochliqlarning hammasi bu yerda. Hamma ochlig'i mushuma? Alileri, Nasriddin aka bu qishda ochliqdan o'ladigan bo'ldi. Bu alileri, sizlarning buyruqlariga bo'ysunaman. Bizning uydagilar qo'sh ochliq topshirdik, lekin mening bir talabim bor. Degina Nasriddin. Bizning uyda hozir saqlab qo'ygan ochliqmi, urug'mi yo'q. Shunlashqa alilerdan azroq ochliq qarz olay degan.
Degine qanchalik olasan? Aliylari, qarsla. Nasriddin, bu nima qilganing? Hurmatli aliylari, men sizlarga tushundiraman. Hozir sizlarning qarovullar kelib menga yordamlashsa bo'lamdi. Ikkinglar Nasriddinga yordamlashinglar. Xo'p. Qarovul aqla, birdamdan keyin aliylariga aniq ko'rstinglar, ha? Aliylari, bu yerdagi har bir odamni bir dona bug'doyga o'xshatsak, aliylari qarsla, ha? Masalan, birinchi katakchiga bir dona bug'doy qo'ysak, ikkinchi katakchidagi bug'doyning bir hissasi, ikki dona bug'doy. Budak sen nimacha ig'ir? Uchinchi katakchidagi bug'doychi, ikkinchi katakchidagi bug'doyning bir hissasi. 4 dona bug'doy. Aliylari to'g'ri dedilar. 4-chi katakchidagi 8 dona bug'doy. Mushunda qaras qilaversak, toki 100 katakchi bo'g'icha. Aliylari, men bu bug'doylarni oriyatga olay. Ha, Nasriddin, mendan oriyatga olmoqchi bo'lgan bug'doy orim mushunchilikmi? Aliylari qo'shildinglarmi? Albatta qo'shildim. Ambarga berib, Nasriddinning degani bo'yicha uningga 100 katakchi bug'doyni qarz beraman. Men birini, sen birini, men birini, sen birini, men birini, sen birini, men birini. Abbas. Bug'doychi. Aliylari, bu davlat ombiridagi hamma oshliqni qo'ysaqmi 100 katak bug'doyga yetmaydi ekan. Ha? Nima? Choq-choq qilyapsan. Buni ombarcha hisoblab chiqqan. Faqat 64 katakchilar. 18, 446, 744, 073, 709, 600, 0, 0, 0, 0. Nasriddin, buncha vala ko'p oshliqni ishiltib bo'la olamsan. Aliylari buningga o'zlari qo'shilgan. O'zlari qo'shilgan. Ha, Nasriddin, sen ambarga verib oshliqlarni olsang bo'ladi, lekin bugun bu oshliqlarning hammasini ib ketishing kerak. Buncha ko'p oshliqni qanday bir kunda ep ketgan bo'ladi? Qandoq Nasriddin? Ib ketamisang yengilgan bo'lasan. Aliylari, men bugun cho'qim hammani ep ketaman. Bu podshoh aliylarining ko'pchiligi berib turgan oshliqi ham kelar yillik urug'. Nasriddin ambardagi oshliqlarni ularga taqib berishga pedinibdimi? Aliylari, Ajab ochig'im keldi. ochiqlarni besib olsalar. Nasriddin, Hurmatli aliylari, sizlarning g'amxo'rliklariga rahmat. davlat ambaridagi oshliqni bo'lgani uchun javobgarlik tortilsan. Aliylari, sizlar o'zlari oshliq berib turishga qo'shilgan-ku, biroq sizlar faqat bir odam elishga ruxsat demagan. To'g'ri? To'g'ri. Sen Aliylari, men sizlarga oshliq yig'ib beryapman, ha? Sen davlat ambaridagi oshliqni tarqitib yutib, yana oshliq yig'ib o'tman deysan, ha? Hurmatli aliylari, yurtdoshlarning yeydig'inigami oshliq yetishmayotidi. Kelar yilqi urug'ni demayli turayli. Urug' bo'lmasa kelar yili nima deyar derimiz? Oshliq bo'lmasa podshoh sizlar kelar yili qayaga berib oshliq yig'dilar, ha? Degini to'g'ri, oshliq terimasa qandoqmi oshliq yiqilib bo'lsin. Men bugun ambarni ichib, ko'pchilikka podshoh qurg'oqchilik bo'lib hosil bo'lmaganligini bilgachga, shunlashqa oshliqni ko'pchilikka berib turib hissashlik qildi dedim. Fuqarolarning hammasi aliylaridan minnatdor. Fuqarolarning hammasi sizlarni eng yaxshi podshoh deb boqdi de. Bu oshliqlarning hammasini sizlar ep ketinglar. Buni faqir sizlarga qarz berdim. Kelayli cho'qim qaytirasizlar. Podshoh donadir. Podshoh donadir.